Hammaga salom. Hammaga xayrli tong. Bugun bizda ikkinchi kun. Birinchi kun video olamadim. Tadbirlar shunaqa qolib vaqtim bo'lmadi. Shunga bugun hozir ikkinchi kun. Soat 6da turdim. Aslida 6:30da turish kerak ekan. 7da badan tarbiyaga borish kerak ekan. 6da turdim. Keyin 7da badan tarbiya bo'lish kerak edi. Bo'lmadi. Hozir xonalarni tozalayapmiz. Keyin hozir soat 8da zavtrакка ketamiz. Hozir уже soat 7:32 bo'ldi. Shunaqa gaplar. Hozir sizlarga tabiatni ko'rsataman. Faqat orqalarimni ololmayman. Chunki orqamda odam bor. Bu hozir yaxshilanib ketyapman. Shu yo'laklarda video qo'yaman. Past tarafdan ketib. Shunaqa. To'g'riga ketaversa ko'chaga chiqadi. Agar to'g'riga chiqib ketavermasa, anda medpunkt bor. Bu yoqda basseyn. Hozir qaytishda oshxona ko'rsataman. Qaytishda ko'rsataman deganim. Mana. Bu stadion. Hozir ko'rsataman. Bu yoqda oshxona. Bu yoqda bayramlar bo'ladigan joy. Oshxonaga mabodo videoga olsam ko'rsataman. Agar ololmasam juda ko'pga harakat qilaman. Karta diskoteka qiladigan joy bor tepada. Keyin har xil ko'riklar ham bor. Rasm kerak. Hammaga xayrli obed. Unda kam 12 bo'ldi. Hozir уже 12dan ozgina o'tganda ketamiz obed qilishga. Keyin bugun zavtrакni bergandan so'ng Karsha sariyog berdi, o'zini sotib berdi. Tuxum berdi. Shirin choy. Shunaqa berdi. Sizlarga hech kim yo'qligida alternativamiz ko'rsataman hozir. Hamma besetkada o'tiribdi. Mana. Mana meniki. Tumbuchkam. Chamadon kelganman. Bayramdan keldik. Chiqishimiz o'tib ketdi. Biz 13